Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa navbatdagi dorvozamiz Kosonsoy. Xudo xolasa o'rnali ko'rasizlar, o'zlaring baho berasizlar. Afsona poson 2 qavatli shumkali qilib berdik. Nejdavenkalardan yopishtirib, xudo xolasa qora joylarni kraska qilib berganmiz. Banishni cho'tki chiqdi, xudo xolasa. Ozmoq changi bor, tozalab netishadi. Telegram, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok barchasida bormiz. Bemalol aloqa chiqaverasizlar. Shunaqa xizmatlar bo'lsa, xizmatlaringdamiz. Ish qilishimizdan kuzatib borasizlar. Ruchkalarni ham chiroyli qilib qo'yib berganmiz. Zamoqlari ham o'ta o'zgacha. Yopilishlari ham xudo xolasa yaxshi. Orqa tomonlari tekis bo'lgan. Yoniga yana bitta kaltka qilib berganmiz. Shtampovka pechatdan ko'rasizlar. O shtampovkani ham qo'yib berdik. Eniga 2,10, balandligi 2,5 metr bo'ldi. Ko'rasizlar buni ham. Bu pechat bosma. Bu orqa tomoni mana shunaqa bo'ladi, 2 qavatda ko'rasizlar. Senter zamonlarni qo'yib berganmiz. Yosh bola ham bemalol ochib yopaveradi. Pachaneli, shannelarni qo'yganmiz, xudo xolasa.